Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, YouTube foydalanuvchilari. Xohlasa mana bu reaktorlarimizda ishlarimiz qizg'in davom etyapti. Ko'rishlari mumkin. Tayyor bo'lgan begumslarimizni xudo xohlasa chuvalchanglarni ajratishni boshlaganmiz. Mana ko'rishlari mumkin. Mana 100% tabiiy organik o'g'it begumsimiz. Mana begums mahsulotimiz tayyor bo'lgan. Endi bundan chuvalchanglarini ajratib olsak, shu bilan xohlasa ilab qoplab olib qo'yamiz. Mana ko'rishlari mumkin, suvlarini ochib qo'yganmiz har doimgidek. Kuniga bir marta suv ochiladi mana. Chuvalchang boqib turgan, boqmoqchi bo'lganlarga tavsiyamiz doimiy ravishda namlik bo'lishi kerak chuvalchang uchun. Mana ko'rishlari mumkin. 60-70% chuvalchang yeb turgan ozuqasi nam bo'lishi kerak. Bunda so'lak bez orqali sug'urib iste'mol qilishi yaxshi bo'ladi. Hamda ozuqani chola yemaydi. Toza ko'ratlaydi mana. Mana namlik bor, shuning uchun mana chuvalchanglar 100% ishlab bo'lgan. Har kuni suv sepiladi. Yarim soat, 1 soatdan har bitta mana shu qatoriga suv ochib qo'yiladi. 5 minut, 10 minut vaqt ajratiladi. Kelib suvda ochib qo'yiladi. Bo'lgandan keyin ajratib qo'yiladi, yana boshqa ishni qilib berilaveradi. Begumimiz mana tayyor bo'lgan. Qum bo'lib ketgan, mana ko'rishlari mumkin. Buni elash kerak, mana tolqon bo'lib ketgan. Mana tayyor begumimiz. Mana hurmatli do'stlar, chuvalchangni ajratib olish uchun nima qilamiz degan savollar bo'lishi mumkin, qanday ajratamiz deb. Mana shunaqangi reaktorda yo'log'iga, atrofiga mana ozuqalar tashlanadi. Yangi go'ngni aylantirib atrofiga tashlab chiqiladi. Mana ko'rishlari mumkin. Bunisi mana tayyor bo'lgani, mana shu yerda chuvalchanglar bor. Mana atrofiga ozuqalari tashlab chiqiladi. Ozuqa tashlangandan keyin ozuqaning ustiga, yangi ozuqaning ustiga suv ochib qo'yiladi har kuni. 15 kun, 20 kun, xohlasa 1 oy ham turadi. Atrofiga go'ng tashlaganimizdan keyin xohlasa mana oktyabr oyini oxirlariga tayyor bo'lgan begumimizni olib chiqib bir joyga, mana shu joylarimizga to'p qilib, gumbaz qilib bosib to'kib qo'yilaveradi. Keyin sekin separatorimizda ilab qoplab tikib olib qo'yilaveradi, xudo xolasa. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr so'raymiz. Videolarimizga bittadan arzimas like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz kirgizib turgan videolarimizni muntazam ravishda birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Chuvalchanglarimiz ham sotuvda, qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, chuvalchanglarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Begumslarimiz
tayyorlari elab qo'yilganlarini sotuvga chiqarganmiz. Ko'rishlar mumkin. Begomisimizning narxi 1700 so'mdan kiloga berilyapti. Tonna olgan klientlarga 1,5 so'mdan beryapmiz. Aloqachi qo'rasa nomerlar qo'yib qo'yamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.